Mana variant, mana uy okili. $97,000 ga 112 kvadratli tayyor patikulich novostroyka olishingiz mumkin. 1 kvadrati $860 atrofida tushyapti. Zo'r tarafi ipoteka qilib olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni manzilimiz Eshonguzor rayt sentriga kelganmiz. Zangiota tumanining eng sentri, hokimiyatda shundoqqina yonginasida joylashgan 10 etajli novostroykamiz. Oldidan ko'rasizlar, juda ham chiroyli atmosfera. Mana shu novostroykamizning 8-etajidan maydoni 112 kvadratli shu kvartiramiz srochniy sotuvga qo'yilgan. Remontdan ko'rasizlar, yangi remontdan chiqarilgan, hali hech kim yashamagan pod'ezd eshigimiz. Kirishimiz bilan chap qo'lda bu zal mehmonxona qilib foydalanish mumkin. O'rtada bo'lsa sanuzullari alohida qilib qo'yilgan, hojatxona va vannani ko'ramiz. O'rtada garderobga ham joylab tashab ketilgan va o'ngga qarab yuradigan bo'lsak, xonani ko'paytirish uchun kuxnyani o'rtaga joylashtirishgan. Havo tortadigan dimoxodlari bor. Bitta panorama oyna qo'yib yuborsanglar, juda ham chiroyli chiqadi. O'ng qo'lda birinchi xonamiz, bu yotoqxona, bolalar uchun qo'rsanglar bo'ladi. Yonida bo'lsa, ikkinchi yotoqxonani ko'rishimiz mumkin va bu yoqda uchinchi yotoqxonamiz joylashgan. Ko'rib turganlaringdek, 4 xonaga planirovka qilingan. Lokatsiyani ham ortiqcha ta'riflash hojati yo'q. Maktab, bog'cha, hamma razvitiya bor. Bundan tashqari Abu Sahiy optim bozorlagan bir qadam. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Lokatsiya joy ilovasiga ham joylab qo'yamiz.